Bismillahirrohmanirrohim. Chorvadorning bugungi biri ertaning ikkisidir. Insonni mukarram qilib yaratgan Alloh taolo unga adadsiz ne'matlar bergan. Ana shu ne'matlardan biri chorva hayvonlarini insonga bo'yinsundirib, undan ko'p manfaatlar ko'radigan qildi. Alloh taolo marhamat qiladi. Axir ular o'z qo'limiz ishi bilan chorva hayvonlarini yaratib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Mana ular o'sha hayvonlarga egadirlar. Biz o'sha hayvonlarni ularga bo'yinsundirib qo'yganmiz. Yana ularning minadigan narsalari ham o'sha hayvonlardan va o'shalardan go'shtlaridan yegaylar. Yana ular uchun o'sha hayvonlarda turli foydalar va ichimlik, sut, qaymoqlar bordir. Axir shukr qilmaydilarmi? Yosin surasi 71-73 oyatlari. Bu oyat karimada Alloh taolo hayvonlarni inson uchun yaratganini zikr qilib, bandasini shukrga chaqiryapti. Chorva hayvonlarida insoniyat uchun ko'plab manfaatlar bor. Ya'ni uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil qiladi. Yunglaridan, issiqdan, sovuqdan himoya qiluvchi kiyimlar to'qiladi. Alloh taolo ba'zi hayvonlar go'shtini yeyishni halol qildi. Ummu Xoni radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: "Men sizlarning huzuringizda barakadan hech narsa ko'rmayapman" dedilar. Men qaysi barakani aytyapsiz deb so'radim. Shunda u zot: Alloh taolo 3 narsaga, qo'yga, xurmoga va olovga baraka berdi dedilar. Imom Tabaroniy Al-Kabirda rivoyat qilgan. Madomiki chorva hayvonlari inson uchun ne'mat qilib berilgan ekan, ularga yaxshi munosabatda bo'lish talab etiladi. Aks holda ne'matga noshukrlik bo'ladi. Sahl ibn Hanzala radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir tuyaning oldidan o'tdilar. U tuya ozg'inligidan eti suyagiga yopishib ketgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bu tilsiz hayvonlar to'g'risida Alloh taolodan qo'rqinglar. Ularni yaroqli holatida mininglar va so'yib yenglar" dedilar. Ibn Huzayma rivoyati. Hayvonlarga rahm qilgan kishiga Alloh taolo rahm qiladi. Sahroda chanqagan itga, suv tutgan ayolga jannat bashorati berilgani haqidagi mashhur rivoyat yorqin bunga dalildir. Alloh taolo ne'mat qilib bergan jonivorlarni boqish, vaqtida suvi va yemini berishda savob bor. Bu mulkka baraka berishining yana bir sababidir. So'ysangiz go'shtida, sotsangiz pulida baraka bo'ladi. Iqtisodiyot barqaror rivojlanishida chorvachilikning ahamiyati kattadir. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.